Assalomu alaykum. Bugun futbol kuzatuvchilari va futbolning ashaddiy muxlislari. Yaxshi kayfiyatda, yaxshi yangiliklar bilan sizlar bilan Asila. Kuni kecha 10-iyun kuni terma jamoamizning 2 nafar futbolchisi baxtli kunini o'z yaqinlari davrasida o'tkazishdi. To'ylar muborak bo'lsin Abbos Fayzullayev va Akmal Mazgavoy. Abbos Fayzullayevning to'yi Toshkentda ko'plab terma jamoamiz futbolchilari ishtirokida bo'lib o'tdi. Kuyov navkar va boshqa marosimlarda Abbosning eng yaqin do'sti Abduqodir Husanov boshchilik qildi. To'yda estradamizning eng yorqin yulduzlari qatnashdi va bu to'y ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalar va qiziqishlarga sabab bo'ldi. Akmal Mazgavoyning to'yi esa Qarshida katta tantana bilan o'tkazildi. Abduvohid Ne'matov va bir qancha terma jamoamiz va Superligamiz futbolchilari to'yda aktiv qatnashdi. Futbolchilarimizni ushbu baxtli kun bilan chin dildan tabriklaymiz. Oilangizdan mehr, xonadoningizdan baraka, hayotingizdan baxt arimasin. Maydonda qanday muvaffaqiyatlarga erishayotgan bo'lsangiz, oilaviy hayotingizda ham shunday g'alabalar sizga doimiy hamroh bo'lsin. Siz ham izohlarda ikki futbolchimizga samimiy tilaklaringizni yozib qoldiring. Shu bilan bizda to'y yangiliklari tugadi. Endi sizlardan Jahon chempionatining yana bir hayajonli haftasini sarhisob qilamiz. O'tgan hafta davomida bo'lgan nimchorak final yakunlandi va chorak finalining ilk uchrashuvlari o'tkazildi. Sensatsiyalar, dramatik kambeklar va so'nggi daqiqalardagi gollar bu haftaga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Haftani Angliya va Meksika o'rtasidagi ajoyib bahs boshlab berdi. Uchrashuv muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etdi. Meksika 2 bor hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-da, Angliya yakunda 3-2 hisobda g'alaba qozonib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'yinning ikkinchi bo'limida Angliya 10 kishi bo'lib qoldi va uchrashuvning qolgan qismini katta bosim ostida o'tkazdi. Shunga qaramay, Thomas Tuchel shogirdlari himoyada matonat ko'rsatib 3-2 hisobidagi ustunlikni saqlab qoldi. Darvozabon Jordan Pickfordning bir necha muhim seyflari ham g'alabada hal qiluvchi rol o'ynadi. Yosh futbolchilar va tajribali yetakchilarning uyg'unligi inglizlarni navbatdagi bosqichga olib chiqdi. Yana bir markaziy bahs Argentina va Misr terma jamoalari o'rtasida kechdi. Misr so'nggi daqiqalargacha kurashni davom ettirdi. Biroq Lionel Messi boshchiligidagi Argentina tajribasi o'z so'zini aytdi. Janubiy amerikaliklar 3-2 hisobda zafar quchib chorak finalga yo'l oldi. Messi yana bir bor hal qiluvchi o'yinchi ekanini isbotladi. Misr uchrashuvning 79-daqiqasigacha 2-0 hisobida oldinda borayotgan edi. Ammo amaldagi jahon chempionlari so'nggi daqiqalarda 3 ta gol urib 3-2 hisobda g'alaba qozondi. Misr safida Yasser Ibrahim va Mustafa Ziko gol urdi. Argentina javobni Cristiano Romeroning goli bilan boshladi. Keyin Lionel Messi hisobni tenglashtirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa Enzo Fernandez bosh bilan g'alaba golini kiritdi. Messi uchrashuv davomida penaltidan foydalana olmadi, ammo keyinchalik muhim gol kiritib, jamoasining tarixiy kambekiga katta hissa qo'shdi. Bahs yakunida Misr ayrim hakamlik qarorlariga norozilik bildirdi va mamlakat futbol federatsiyasi VAR ishlatilishi yuzasidan FIFAga e'tiroz bildirdi. FIFA hakamlar qo'mitasi esa hakamlar mustaqil ishlaganini ta'kidladi. Bu natijadan so'ng Argentina chorak finalga chiqdi. Misr esa jahon chempionatlaridagi eng yaxshi natijasini qayd etib, turnirni tark etdi. Nimchorak finalning eng katta sensatsiyalaridan biri Braziliyaning musobaqani tark etishi bo'ldi. Norvegiya futbol tarixidagi eng yirik g'alabalardan birini qo'lga kiritib, 5 karra jahon chempionlarini 2-1 hisobida mag'lub etdi. Braziliya yulduzlari ko'plab imkoniyatlarni boy berdi. Norvegiya esa intizom va qarshi hujumlar evaziga tarixiy natijaga erishdi. Mag'lubiyatdan so'ng Vinicius muxlislarga murojaat qilib yana kuchliroq bo'lib qaytishga va'da berdi. Ko'pchilik mutaxassislar favorit sifatida Braziliyani ko'rsatayotgan edi, ammo maydonda hammasi boshqacha kechdi. Bahsning birinchi qismida braziliyaliklar o'yin nazoratini qo'lga oldi va hisobni ochishga muvaffaq bo'lmadi. Shundan so'ng Norvegiya tashabbusni asta-sekin o'z qo'liga oldi. Erling Haaland boshchiligidagi hujum chizig'i Braziliya himoyasiga tinimsiz bosim uyushtirdi. Ikkinchi bo'limda norveglar hujumlarini yanada kuchaytirdi. Uzoq davom etgan bosim o'z samarasini berdi va Braziliyaning o'yin so'ngidagi bitta goli bilan hisob 2-1 hisobida yakunlandi. Bu gol Neymarning 2026 jahon chempionatida birinchi va so'nggi goliga aylandi. Bu natija bilan Norvegiya o'z tarixida ilk bor jahon chempionati chorak finaliga yo'l oldi. Braziliya esa 5 karra jahon chempioni bo'lishiga qaramay, turnirni nimchorak final bosqichidayoq tark etdi. Erling Haaland ushbu bahsdagi dubli bilan turnirdagi gollar sonini yanada oshirdi va oltin butsi uchun asosiy da'vogarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Aynan uning sovuqqonligi va hal qiluvchi vaziyatlardagi mahorati Norvegiyani tarixiy g'alabaga olib keldi. Fransiya va Marokash o'rtasidagi jahon chempionati 2026 chorak finali 2026-yilgi yarim finalning takroriga aylandi. O'shanda ham Fransiya 2-0 hisobda g'alaba qozongan edi. Bu safar ham aynan shu hisob qayd etildi. Uchrashuvning dastlabki 45 daqiqasi keskin kurash ostida o'tdi. Marokash himoyada juda tartibli harakat qildi va vaqti bilan xavfli qarshi hujumlar uyushtirdi. Birinchi bo'limdagi eng muhim vaziyatlardan biri Kylian Mbappening penaltisi bo'ldi. Biroq marokashlik darvozabon Yassin Bunu uning zarbasini qaytarib jamoasini qutqarib qoldi.
qoldi. Ikkinchi bo'lim boshida Fransiya bosimni yanada kuchaytirdi. 60-daqiqada Mbappe chap qanotdan ichkariga yorib kirib, uzoq burchakka ajoyib zarba yo'lladi va hisobni ochdi. Bu uning turnirdagi 8-goli bo'ldi va u oltin butsa poygasida yana yetakchilardan biriga aylandi. Oradan atigi 6 daqiqa o'tib, Usmon Dembele tezkor qarshi hujumni gol bilan yakunlab, hisobni 2-0 ko'rinishiga olib keldi. Shundan keyin Fransiya o'yinni to'liq nazorat qildi va Marokashga deyarli imkon qoldirmadi. Fransiya ketma-ket ikkinchi jahon chempionatida Marokashni 2-0 hisobda mag'lub etdi. Marokash musobaqani tark etgan bo'lsa ham, ketma-ket ikki jahon chempionatida chorak finalgacha yetib kelgan ilk Afrika terma jamoasi sifatida tarix yozdi. Ushbu g'alabadan so'ng Fransiya yarim finalga yo'l oldi va u yerda Ispaniya bilan to'qnash keladi. Marokash esa navbatdagi tarixiy mundialni chorak final bosqichida yakunladi. Jahon chempionati 2026 chorak finalidagi Ispaniya-Belgiya uchrashuvi turnirning eng sifatli va shiddatli bahslaridan biri bo'ldi. Har ikki jamoa yarim final yo'llanmasi uchun oxirigacha kurashdi, ammo yakunda Ispaniya 2-1 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqdi. Bahsni Ispaniya faol boshladi va to'p nazoratini qo'lga oldi. 30-daqiqada Fabian Ruiz jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba berib hisobni ochdi. Ammo Belgiya tezda javob qaytardi. 42-daqiqada Charles de Ketelar bosh bilan gol urib hisobni tenglashtirdi. Birinchi bo'lim 1-1 hisobda yakunlandi. Ikkinchi bo'limda Ispaniya bosimni yanada kuchaytirdi. Ayniqsa 18 yoshli Lamine Yamal qanotdagi tezkor harakatlari bilan belgiyalik himoyachilarga katta muammo tug'dirdi. Ispanlar 17 ta zarba yo'llagan bo'lsa, Belgiya atiga 5 marta darvozaga zarba berdi. Uchrashuvning hal qiluvchi lahzasi 86-daqiqada yuz berdi. Belgiyaning asosiy darvozaboni Thibaut Courtois jarohati sabab maydonni tark etgandan so'ng uning o'rniga tushgan darvozabon Kubarsining zarbasini ushlab qola olmadi. To'p Mikel Merinoning oldiga kelib tushdi va u bo'sh darvozabonni ishg'ol qilib, Ispaniyaga g'alaba keltirdi. Mikel Merino ushbu mundialning play-off bosqichida zaxiradan tushib ketma-ket ikkinchi marta g'alaba golini urdi. Bu jahon chempionati tarixida noyob natijalardan biri bo'ldi. Ana shu g'alaba bilan 2010-yildan beri ilk bor jahon chempionati yarim finaliga chiqdi. Belgiya uchrashuv davomida asosiy darvozaboni Thibaut Courtoisni, o'yin oldidan esa Sardor Yuriy Tillemansni yo'qotdi va bu jamoa o'yiniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ispaniya chorak finaldagi og'ir sinovdan muvaffaqiyatli o'tib, yarim finalda Fransiyaga qarshi maydonga chiqish huquqini qo'lga kiritdi. Belgiya esa kuchli qarshilik ko'rsatganiga qaramay mundial bilan xayrlashdi. Angliya 120 daqiqa davom etgan dramatik bahsda Norvegiyani mag'lub etib, yarim finalga yo'l oldi. Jahon chempionati chorak finalida Angliya va Norvegiya o'rtasidagi bahs turnirning eng shiddatli uchrashuvlaridan biriga aylandi. 120 daqiqa davom etgan murosasiz kurashdan so'ng inglizlar 2-1 hisobda g'alaba qozonib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Uchrashuv boshidan oxirigacha yuqori tempda kechdi. Norvegiya jismoniy kurashlarda ustunlik qilishga harakat qilgan bo'lsa, Angliya to'p nazorati va tezkor hujumlar orqali xavf yaratdi. Asosiy vaqt davomida har ikki jamoa bir-biriga munosib qarshilik ko'rsatdi va g'olibni aniqlashning iloji bo'lmadi. Shu tariqa bahs qo'shimcha bo'limlarga ko'chdi. Aynan 120 daqiqalik sinovda Angliya futbolchilari o'z tajribasi va sovuqqonligini namoyish etdi. Qo'shimcha bo'limlarda urilgan hal qiluvchi gol inglizlarga g'alabani taqdim etdi. Norvegiya esa so'nggi daqiqalargacha taslim bo'lmadi. Bu natija bilan Angliya ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionati yarim finaliga chiqdi va endi final yo'llanmasi uchun Argentina bilan kuch sinashadi. Futbol ixlosmandlarini ikki gigant o'rtasidagi haqiqiy finalga munosib to'qnashuv kutmoqda. Norvegiya esa turnirni boshi baland tark etdi. Ular braziliyalik favoritni musobaqadan chiqarib yuborgan, chorak finalda esa Angliyani 120 daqiqa davomida jiddiy sinovdan o'tkazgan jamoa sifatida yodda qoldi. Angliya esa xarakter, sabr va g'alabaga bo'lgan ishonch tufayli navbatdagi tarixiy qadamni tashladi. Argentina 10 kishi bo'lib qolgan Shveysariyani qo'shimcha bo'limlarda mag'lub etdi. Jahon chempionatining chorak finalida Argentina yana bir bor chempionlikka da'vogarligini namoyish etdi. Juda keskin va murosasiz kechgan bahsda Lionel Scaloni shogirdlari Shveysariyani 3-1 hisobda mag'lub etib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Uchrashuvning asosiy vaqti davomida har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi. Shveysariya intizomiy himoyasi bilan argentinaliklarga ko'plab muammolar tug'dirdi. Ammo ikkinchi bo'lim oxirlarida vaziyat keskin o'zgardi. Shveysariya futbolchilaridan biri qizil kartochka olib maydonni tark etdi va jamoa 10 kishi bo'lib qoldi. Qo'shimcha bo'limlarda Argentina son jihatidagi ustunlikdan unumli foydalandi. Bosim tobora kuchaydi va hujumlar ketma-ketligi o'z samarasini berdi. Argentinaliklar 3 ta gol urishga muvaffaq bo'lishdi. Shveysariya esa faqat bitta javob golini kiritdi. Bu g'alaba Argentina terma jamoasini jahon chempionatining yarim finaliga olib chiqdi. Endi ular final yo'llanmasi uchun Angliya bilan
to'qnash keladi. Futbol muxlislari esa yana bir tarixiy va shiddatli uchrashuvni kutishmoqda. Argentina ketma-ket 3-play-off bahsida ham xarakter, tajriba va bosim ostida o'ynash qobiliyatini namoyish etdi. Shveysariya esa bir futbolchi kam bo'lib qolganiga qaramay, oxirigacha kurashdi, biroq argentinaliklarning bosimiga bardosh bera olmadi. Endi barcha nigohlar Argentina-Angliya yarim finaliga qaratilgan. Jahon chempionatiga oid eng qiziqarli yangiliklarni bugun futbolida kuzatib boring.